Şahsan xeyirlik bo'lsin. Hozir mashina besayotgan. Men mashina yajatgan akimizning puli tayyor bo'lmabdi-ki, men mashinani favqulodda azarishga majbur bo'lib qoldim. Ehtiyoj badosib qolib qolsa, paynab qolsa ham bo'ldi. Hali kapo digital mashinaning. Mashina 2014niki 1.5 elmotor chiqdi. Maysarpiyat tuvan. Shanyan killerja 4-oygacha mashinaning pulisi 7300 pul qilasizlar. Mashina qatti tekkan soqolga avval qatti ham yo'q. Men mashinaniki turib mal to'pa ataqa. Men mashinaniki motor qaraysiz. Mashina maytalgan joy qavol qattilam yo'q. Mashina qo'lxotonik alisi. Hali men mashina sotqatdiq. Shu bo'lsak men pulim tayyormagan deydi. Meni davom deydigan pulim tayyor qilib, ana yoqqa mashina olsanglar deb. Yana shu deb tursam menda bu qoldi-ki, pul davomli bir odam turmaydi. To'g'ri shuni ish bo'ldi. Ehtiyoj bad o'sib qolsa, paynab qolsang bo'ldi. 7300 ga pul qilasizlar. Mashina mushkuldan alisi. Manaka, rona ish qildiradi enjabba. Tonik ba, şobu tarafta uğradık ba, o adam ba, sepirmez birlik kuşlap. Buna. Sıra alın pakize. Ananiki meyadi bir tal biyadi ba valla. 2016'da o 2. ayıniki Fido Xundamadır çıkıdı. Maşina dükkandarcılık yine. Xetti urup sokulak aval yok. 9.8 koy desek ma mıdırın eçetten adaş bandaki ma. 9.8 kopuluk edalasizlar. Men mashinani biyadida qalab qolinglar, biyadi elsan deb. Lekin meni motorni tushunmaga o'xshaysa, men qayt bir tushuntirib deb meni ip qo'yatman. Paynab qolsam bo'ldi. Mashina 4-5 yil edib, motor kurkisidan chata chiqib qo'yib qolsa, har qanday men izlaman ba. Honda motor chiqadi bolalar. Men qaraysan, mashinaniki, motorniki yangilikni ko'rib olsam bo'ldi. Bir qism mashina qolib, bizni olmaymiz, bizni tutmaymiz. Seni qapsasa, bizni qapsagan o'xshash. Mashinaning usqani bo'lsin, motor kurki jihatdan bo'lsin, har qanday jihatdan mening qo'limdagi har qanday mashina bo'lan qo'yib beraman. Men ishkal mashinaga ehtiyoj vadasi qo'yib qolib shir qilsam bo'ldi. Men bu 1.5 Honda Fido motor chiqdi, biyadi F-san darajalik paket. Avu 1.6 chiqdi, 1.6 el motor chiqdi, 1.5 debdiman. Unda qolsa, chaqanga qilsam meni bestirmay hozir bugun.